Ismlari Shohida. Bugundan boshlab uydagi hamma ishlarni, ovqatlarni Shohidaxon qiladilar. Xo'sh, birinchi savol. Avval qayerda ishlagansiz? Dugonamnikida. Aytib qo'yishim kerak. Bu uyda gap ko'chaga chiqmasligi lozim. Chunki men dushmanlarim ko'p. Ha bo'ladi. Shohida sinalgan. Og'ziga mahkam. Xavotir olmang, xo'jayin. Aytib qo'yay, menga tartibli odamlar yoqadi. Ishga kech qolmasdan keling, xo'p? Hop. Tushundingizmi? Boring. Shohida, mana bu oshxona. Kirib ishlarni boshlang. Ha bo'ladi. Men ofisga borib kelay. Xabar olib kelaman, xo'p? Mayli, boring. Yaxshi o'tiring. Shohida telefon qilaman. Hop, opa. Unday bo'lsa Nosirboy, bir shaxmat o'ynaymiz-da. Bo'ladi. Bo'ladimi? Juda yaxshi. Men hozir olib chiqaman. Bemavrid kelganga o'xshayapman. Bu qizni yoshi nechida? Yaqinda 18 ga to'ladi. Maktab tugatmaganmi? Yo'q. Nimaga so'rayapsiz o'zi? Bizga ofisant kerak edi. Ofisant qizimiz ishga chiqmadi. Mijozlarga qaraydigan odam kerak. Shunga qarash borarmidi? Hali maktabda o'qiydi. Charchab qolishi mumkin. Mayli, oyi, ishlayman. Nima qilishim kerak? O'rgatib tursanglar ishlayman. Charchaysan dedim-ku. Voy, oyi, charchamayman. Mijozlardan buyurtmani olib, oshxonaga eltib bersiz bo'ldi. Mijozlar qilgan buyurtmani olib kelib berasiz. Har bir stoldan foiz chiqarib beramiz. Ko'p mijozga qarasangiz, pulingiz ham ko'p bo'ladi. Zo'r-ku. Oyjon, ishlay. Iltimos. Mayli. Ishlab ko'r. Qo'lingdan kelsa hamma yordaming tegadi. Rahmat, ajon. Qani men bilan yuringchi? Bo'pti. Bo'pti, ajon.